Voy dod, sava shvedlar, chiroylilardan, 100 talilardan bo'lib ketibdi Isroiljon. Aka bugun obunachilarga ishlaymiz, xudo xolasa, faqat sifatga. Toza shvedlar aka. Qiladigan kun ekan bugun. Xursand qiladigan kun aka bugun. Aka-ukalar, xudo xolasa, kimga nomosdan, urug'likka, buqalardan ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bittadan chiroyli layklarni bosib videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turamiz. Xudo xolasa, bugungi o'ta o'zgachalari naslli buqalardan, xudo xolasa, Andijon viloyati, Andijon shahri ayrilishdamiz. Xudo xolasa, Isroiljon ukamizni mini fermasidamiz. Shunaqangi aka-ukalar buqalarni nomeradillari, shved tozalaridan baqaman degan aka-ukalarimizga bugungi xudo xolasa 2 partiyada buqalarimiz bor. 2 qismdan iborat videolar qilib beramiz aka-ukalar. Xudo xolasa, buqani boqaman, buqadan nasl olaman yoki aka-ukalar buqadan daromad qilaman degan aka-ukalarimizga bugun o'ta go'zal video bo'ladi, chiroyli videolar. Bittadan chiroyli layklarni bosamiz. Videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa 28-iyun sanasiga hafta kuniga yakshanba, ertagalik kunga aka-ukalar bozorlar pashti O'zbekiston bo'ylab qayerdadir bir yerda bor, nomini aniq bilmayman, bitta vodiyda yo'q lekin. Ha, vodiyda yo'q, dushanba kuni yo'q. Xudo xolasa, aka-ukalar bemalolchilik bilan ko'rasizlar. Birinchi qismimizda bugungalikka qo'yib beramiz. Ikkinchi qismda ertagalikka xudo xolasa aka-ukalar tong saharga ko'rib turasizlar. Bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz, videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa, chorvalarimizni yedi ishtisi, sog'lik salomatchiligiga aka-ukalar kafolati bir haftagacha so'roq savoli bor. Xonadoningizga borgandan keyin o'ngga chapga yurgizib aka-ukalar salomatchiligini tekshirib olaverasiz. Xudo xolasa, dastavkasiga o'ylanmaymiz. O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab chiqadi. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilarimizga aka. Charchamang. Zo'r, Xudoga shukr aka. Bugungi mana aka 2 partiya, 3 partiya mol qo'yamiz xudo xolasa aka. Xo'p. 15,5 milliondan aka. Boring 23,5 gacha mol bor ichida. 23,5 milliongacha aka. Xudo xolasa shu shvedlarimizdan boshlab ketaveramiz ma'lumotlar berishdi. Bo'ldi aka, mana shulardan boshlayveramiz. Mana 3ovi bir aka mana. Xolasa 3ovini bir qilsan aka. Xolasa mana bir qo'ra. Yoki yakkalabga ham savdosi bor. Yakkalabga ham savdosi bor aka. Baqaman degan aka-ukalarimiz xudo xolasa 5 talab, 10 talab baqadiganlar yoki fermaga olib borib tashab qo'yaman degan aka-ukalarimiz ham bor. Aka-ukalar, xudo xolasa shularning ma'lumotlarini berib ketaveramiz. Qoling. Mashinasini chiqaringda, mana hozir ko'rinyapti. Hozir tuyoqlari ham stakan tuyoqlaridan. Stakan tuyog'idan aka, orqasi baland, oldi pastidan aka. Inshaalloh aka. Mana qarang, bezadi aka. Buqani nomeradidan. Kundan kunga pul qo'shadigan, ves oladiganlaridan. Xudo xolasa aka, bahsa arzigulik bezadi aka, qilgan mehnatiga. Mana qarang, bezadi aka, stoykalarni. Stoykalarni ko'rib qo'ying aka-ukalar. Xudo xolasa buqaga qiziqqan aka-ukalarimiz o'ta zo'r variantda inshaalloh kelajakda. Bo'yni siz qo'ying aka, sifatini biz qo'yaylik. Qani. Bo'ylari xudo xolasa 1.10 1.15 atrofida. Ha. Xo'p, mashina o'ziga bitta narx aytadigan bo'lsak, Isroiljon. O'zini aka telefon qilib olib kelib desa, butun O'zbekiston bo'ylab aka. Butun O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab 23 million so'mga yetib boradi aka. 23 million so'mga. Sheriklarni ham qo'shib olaman, bitta qo'ra qilib olaman degan aka-ukalarimizgacha. Ketdi aka, 3ovi O'zbekiston bo'ylab aka. 68 million yetib boradi aka. 68 million so'mga xudo xolasa yetib boradi, xonadoniga kirib boradi. Dastavkalar nima deymiz? Aka behiza oladi. Dastavkasi 68 million O'zbekiston bo'ylab aka. O'zidan bo'ladi. Bizdan bo'ladi aka. Aka, xudo xolasa ko'rib turibsizlar, mana bu buqalarimizni zarurat bo'lganlar oq tumshug'idan deganlarga baqbaqalarga e'tibor berib qo'yamiz aka. Tuyoqlar istagan tuyo aka. 3ovniki ham istagan tuyo. 3ovini ham yosh oliylari balat 7 oy bo'lsa kerak aka. Xudo xolasa 7 oy, 5 oylikdan 7 oylikgacha buqalarimiz. Ha. Mo 3ovini qo'yamiz aka mana. Mana shu 3ovini. Aka, endi tafovutni qarab turing. 3oviga ularni yosh oyliklar, bularning bo'ylari ham 1.15 ta atrofida. 1.15 plus aka, xudo xolasa mollarimiz. Aka, bularni xo'p, bir joyga beraman aka. 3ovini. O'zbekiston bo'ylab bular ham aka. Dastavkasi bizning bo'ynimizda aka. 60 millionga yetib boradi aka. 60 million. Ana, xudo xolasa bu yerda sifatga ham e'tibor berib qo'yamiz aka-ukalar. Sifat inshaalloh bir-biridan qolishmaydigan, lekin xudo xolasa
ozginadan farqi bo'ladi. Mana endi alohida bitta pachka narsasini ko'rsatib ketamiz aka. Mana aka mol sultonini baqaman deganiga. Bitta bo'lsin degan aka. Bitta bo'lsin deganiga aka. Jon hisobiga aka bu qo'yga yetib borib beramiz. Modelidan. Yosh oyligi uniki Aka shaq qatmagan. Shaq 6 oydan o'tib qatadi shaq. Aha. Shoq qatmagan hali. Mana joning sog' bo'ling. Istagan tuya. Istagan tuya aka. Orqalari mana qivadiradi aka. Pachkalariga ham e'tibor Mana beramiz. orqalari. Bu ham O'zbekiston bo'ylab aka. Dastlabkasi bizni bo'ynimizda aka. To'ygan buqamiz aka. 23 million 500 mingga O'zbekiston bo'ylab yetib boradi eshigiga aka. O'ziga. O'ziga. 23 million 500 ming so'mga butun O'zbekiston bo'ylab yetib boradi aka. Kallalariga yetib borib beramiz aka. Baqalariga. Voy jon hisobiga aka buqani nominarini baqaman deganlar bittadan like bosib turamiz. Endi Isroiljon menga mash mollaringizni 7 talovini bir yerga bering degan aka-ukalarimizga nech puldan ketadi? Bo'ldi, Asha akamizga beraman. Naki 7 tavoni telefon qilib olib kel deganiga aka. Xayri kami hamma yo'q ichida dastlabkasi bizni bo'ynimizda aka. Butun O'zbekiston bo'ylab. Nech pulga qilib beramiz? Aka 20 milliondan ketdi aka. 20 million so'mdan. Xudo xolasa kam xayri bo'ladi yana aka-ukalar. Kutib olaverasiz xonadoningizda. 23 lik mollarim ham 23,5 liklar ham 20 milliondan bir joyga aka. Bir joyga aka-ukalar xudo xolasa bu yerda tafovutini, narxlarini, sifatini ham o'zingizlar ko'rdinglar. Xudo xolasa optim degan yeriga, bir joyga oldim degan aka-ukalarga ketdi aka-ukalar. Like bosib qo'yamiz. Aka-ukalar endi o'zi yosh oyligi kichkina bo'lsa ham sifat darajasi zo'ridan baqaman, savayskisidan baqaman degan aka-ukalarimizga mana inshaalloh orqa ketda ham kelishgan pachka narsalar aka-ukalar. 3 bosh. O'zi ham menda 7-nisi menda bo'lsin degan aka-ukalarimiz mana aka-ukalar. Mana aka Asha odamga mana nasliga topib ham qo'ydik 3tasini. Oyoq qo'li ham xudo xolasa polvonlaridan, stakan tuyoqlaridan, oyoq qo'llari ham uzunidan aka-ukalar. Xo'p, bularda xudo xolasa 4 oylikdan 3 oylikdan 5 oylikgacha ekan ular. Ha, nasib bo'lsa akamiz kattasi 5 oyga borib bormagan biza aka. Xudo xolasa moldi birlari aka, toza shvedlari. Fermaga olib borib aka qo'yib berman. Keyinchalik menga nasl keladigan aka-ukalarimizga zo'rlaridan. Endi bularga nima deymiz, Isroiljon? Narxini aytadigan bo'lsa aka, butun O'zbekiston bo'ylab 60 millionga yetib boradi eshigiga aka. 60 millionga xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab kirib boradi. O'zbekiston bo'ylab aka. Vodiyga xayrini qilib beraman, chiroyli qilib aka. Endi yakkalabga olaman deb hamma ham endi bir xil odam, dehqon akalarimiz bo'ladi, bittalab baqib beradigan akalarimiz bo'ladi. Shu kattasini olaman degan akamizga nech pul beramiz? Kattasini aka butun O'zbekiston bo'ylab 22 million 500 mingga yetib boradi aka. Ketdan Kattasi. Kichkinani ikkovini bir jup olaman desa aka. 19 milliondan 38 millionga yetib boradi aka. 9 milliondan 38 million so'm. Xudo xolasa aka-ukalar shoxlari ham xudo xolasa kuydirilgan. Bu yoq o'smaydi. Inshaalloh aka-ukalar havas qilganlar. Boqaman degan aka-ukalarimiz bittadan chiroyli layklarni bosib qo'yib turamiz. Endi bu yerda aka-ukalar yana bitta alohida gibridimiz bor. Simentalga Angus shekiliga va Mo'j shunaqadir aka. Mouse bu qop Mana. Joning sog' bo'lsin. Rossiyskiy bilkalarida aka. Ichiga aka, xudo xolasa bir hafta emas, 2 haftasini olsin. Hammasiga ham. Hammasiga ham aka. Mana aka-ukalar, xudo xolasa. Sekin yesa ham hijolat qilib bergan biz emas, sekin yesa ham mol bizga aka. Xudo xolasa aka-ukalar bu ham bayin. Ko'rib tursa yeti boshi yaxshi. Orqa ketib bo'ladi. Kuchmas aka, xudo xolasa. Xo'p, buni o'ziga. O'ziga aka, buni sherigiga xolasa telefon qilsa aka sheri mol serob aka. 40 tadan ziyod molimiz bor. Uspet qilganimizcha aka qo'yamiz. Buni o'ziga aka, bu ham butun O'zbekiston bo'ylab aka. 18 millionga eshigiga yetib boradi aka. 8 million so'mga xudo xolasa eshigiga kirib boraveradi. Boradi aka, chiroyli qilib xaridni qilib beraman. Telefon qilsa bo'ldi aka, xudo xolasa. Aka, xudo xolasa bugunga shular bo'ldi. Ertaga tonggi videomizga alohida bitta yana partiyasida yosh buzoqlardan, yosh ko'chatlaridan videolar qilib beraman, tayyorlab ketaman. Inshaalloh tong saharda yaxshi kayfiyat ustiga dushanba tongida yana ham yoshroq buqalardan, pul yengilroqlaridan inshaalloh aka ko'rasizlar. Xudo xolasa aka. Shular bo'ldi. Bittadan layklarni bosib turasizlar.